Afsuski, o'zbeklar uchun yomon xabar e'lon qilindi. Bugun tongda tarqalgan ushbu noxush xabar barchaning ko'nglini xira qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Jizzaxda uyda yosh kelin va kuyov is gazi sabab halok bo'ldi. Halok bo'lganlar 4 kun avval to'yi bo'lganligi, 21 yoshli yigit hamda 19 yoshli kelinchak ekanligi aytilmoqda. Hodisa joriy yilning 25-oktyabr kuni soat 6:50 da Jizzax viloyatining G'arla-Orol tumani Sug'umboy qishlog'idagi uyda sodir bo'lgan. Bu haqda Zamon informatsion dasturida xabar berilgan. 21 yoshli yosh yigit va uning 19 yoshli xotini noma'lum moddadan zaharlanib vafot etgan. Oila boshlig'ining so'zlariga ko'ra, hodisadan 4 kun avval mahalladagi 2006-yilda tug'ilgan qizni o'g'liga olib berishgan. Tuman gaz ta'minoti boshqarmasi bosh muhandisining aytishicha, uydagi ventilyatsiya kanali va gaz chaqnashi joyi g'isht bilan berkilganligi ma'lum bo'lgan. Uy egalari issiqlik bilan ta'minlash mavsumining boshlanishidan oldin pechkani tekshirishmagan. Uzoq muddat davomida doimiy ishlagan pechkaning o'zi is gazi chiqargan. Hodisa sabablarini aniqlash uchun maxsus komissiya tuzilgan va tegishli ekspertiza tayinlanganligi aytib o'tilgan xabarlarda.